Hop, zapsam ketdik. Hop, endi boshlaydigan bo'lsak, пока что, to men tushuntirganimcha kechaliga o'chirib turaman. Mana bittan. Demak, qaraydigan bo'lsak, endi hop, bu ham dars o'zi, okelar, u pullik dars o'zi. Sizlarga bepullar. Hop, demak, qaraydigan bo'lsak, aka-ukalar, bizada o'sha kechagi analizimiz как положено turibdi va kechagi kutganimiz bo'yicha shtobi yorib qo'yganimizdan keyin kelishimiz kerak shu yergacha. Endi narx bizada откат bilan keldi. Откатni u to'g'ri qabul qilish kerak har doim. Просто ijangiz bo'lsin, откатni to'g'ri qabul qilib biling. Shtobi ijadan foydalanish mana shu deganida o'zi, aslida olib qaraganda. Hop, endi qaraydigan bo'lsak, aka-ukalar, hop, men kecha umuman olganda zonalar oldim. Zonalarni ham ja uzoq olib kelganim yo'q. Hop, support va rezistanslardan zonalar olishga harakat qildim. Endi buni dal qilib turaman, sizlar buni tushungan ko'zda. Hop, endi qaraydigan bo'lsak, aka-ukalar, hop, men просто zonalar olganimda e'tibor beradigan bitta jihatim bor. Shu switchnoyda olmayman, ko'proq o'sha liniyani o'zida olishga harakat qilaman. Liniyani o'zida, liniyani o'ziga olishga harakat qilaman. Agarda narx men uchun, misol uchun tushish trenddan narx. Demak, men harakat qilaman, shunday zonaga men shunday uровень tashlashim kerakki, shu olgan ikkita uровеньim bir necha maksimum va minimumni esingizda qolsin. O'sha olgan uровеньim bir necha maksimumlar va bir necha minimumlarni, minimumlar o'z ichiga olgan bo'lishi kerak. Tushunarli? Mana bu minimum, bu minimum, bu yerdan minimum, bu yerdan minimum, bu yerdagi minimum va bu yerdagi minimum va bu yerdan maksimum va bu yerdan ham minimum va bu ham maksimum deb kelgan bo'lishi kerak. Tushunarli aka-ukalar? Barchasi tegib chiqqan zonalar hisoblanadi bular. Просто men tushunishlaringiz uchun mana shuni o'ziga qarab zonani oldim, то что narx tushish trendda. Hop, endi men bildim, то что demak mana shu oraliq menda necha ekan? 94-88. Mana shu oraliqqa narx kirishiga bitta откат bo'ladi. Men buni bilaman, aniq bilaman. Nimaga? Chunki istoriyada shu narsa bizda bir necha bor takrorlangan. Misol, deylik narx tegamiz, chiqib ketamiz, tegamiz, chiqib ketamiz, yana tegamiz, chiqib ketamiz ekan, yana tegamiz, chiqib ketamiz ekan. Aslida yana tegamiz, chiqib ketamiz. Ya'ni retestdan keyin baribir bizda chiqib ketish bor. Xo'p, xuddi shu yo'nalish bo'yicha, demak 1, 2, 3, deylik 4, mana shu yer, mana bu ham bizga 5 marta, no, uch hisob 6-marta ham bizda yana 1 marta откат bo'lishi mumkin. Nimaga? Chunki tarixda bizda bir necha bor shu narx oralig'i bizda qaytarib borgan. Endi budishim holatda narx kirib kelyapti. Demak, skoro narx kirib kelsa, aniq shu yerdan bitta откат bo'ladi. Va bu откатimiz aniq 100 punktga teng bo'ladi ekan. Va biz 50 punktda save qilamiz ekan. Endi biz misol uchun bu yerdan kiradigan bo'lsak, bizning take profitlar qayerda bo'ladi? Misol uchun agar biz minimumdan kiradigan bo'lsak, aka-ukalar, sizlardan chiqmasin, take profit har doim bizda eng yaqin birinchi maksimum take profit 1 bo'ladi. Tushunarli? Shunda misol uchun biz shu yerdan kirdik. Men uchun eng yaqin maksimum shu, lekin men endi bu ko'z bilan qaraganda mana bu yerda bizda eng yaqin maksimumlarimiz mavjud. Tushunarlimi aka-ukalar? Mana shu menda foydalanishim mumkin bo'lgan take profit 1. Demak, deylik shu yerdan kirdim. Take profit 1 mendan примерно 100 punkt har doim menda take profit 1 bo'ladi. 50 punktda save qilaman. 94 punkt menda take profit 1. Undan keyin bularni yorib qo'ydik. Undan keyin men qo'rqmasdan bularni kutaman. Bularni yorganimizdan keyin keyingi maksimumlarga uровень tashlab qo'yib kutishga harakat qilaman. Va keyingi maksimumlarni ko'rib turibmiz. Misol uchun mana shu yerdan kirganlar bu yerda hatcha bir marta save qiladi. Nimaga? Chunki eng yaqin maksimum bor ekan. Va bu yerdan bizda nima kuzatyapmiz? Ya'ni narxda ozgina откат kuzatyapmiz. Shuni hisobiga bu yerdan kirganlar bitta save qiladigan zonasi mana shu yer. Va shuni hisobiga bizda nima mavjud? Определённый deylik bizda откатimiz mavjud. Bu откат nima qildik? Hop, narx yo'nalishi bor, o'suvchi trend va откат endi продолжение. Mana kechagi sizlar bilan birga kutgan zonamizga bugun hozir darsimizda birga kirib keldi. Va men sizlarga kecha aytib o'tdimki, hop, ana shu yerga agar narx kirib kelsa, sizlarga dars qilib o'tib beraman degandim. Mana kirib keldi. Men sizlarga tushuntirib o'tdim prosta. Ya'ni zonani qanaqa qilib oldim mana shu yerdan shuni. Endi qaranglar. Dalsh e'tibor beramiz. Hop, shu yerdan misol uchun men deylik zonamni oldim. Endi men chiqadigan nuqtalarimni tushundingizlar, shtobi. Mana bu yerdan ham zonani olganman. Hop, bu yerdagi zonani olishimga sabab qaraydigan bo'lsak, menda eng yaqin mana bu shamchamiz, nima deydilar bizda? Engulfing shamcha deylik. Va bizda o'sha roadblock deydik misol uchun. Ya'ni bizdagi o'sha roadblock zonamizga narx kirib kelyapti va shu roadblockdan deylik narxda ozgina откат kuzatishimiz mumkin. Bu tabiiy hol. Bu yerda misol SNRchilar ham shu holatda ishlab oldi kecha misol uchun. Men kuzataman-ku.
SNRchi hech kim qolmaydi, hammasini ko'rib chiqaman. Nimaga? SNRchilar ham ko'rdim, mana shu yerdan polni sel berib, seliga ishlab olishdi. Nimaga? Chunki bu yerdan ham qanaqadir tasdiq bor edi qaysi. Nimaga? Chunki bu yerda global order blok va bu yerdan ham kichkina order blokimiz mavjud edi. Tushunarli? Va shuni hisobiga undan keyingi holat bizda nima bo'ldik? Narx kirib kelishiga doj bo'ldik shu yerda. Dojdan keyingi holat qizil switcha bo'lib narx yopilib edi. Undan keyin ozgina откат kuzatdik biz pastga. Tushunarlimi aka? Shu uchun misol bu yerdan agar откат ketib qolgan bo'lsa, nima uchun откат ketdi? Balki ketish kerak edi-ku, u bu degan narsa emas. Yo'q, yaxshida siz to'g'ri kirgansiz, to'g'ri, balki ketish kerak edi. Prosta bizda narx order blok, ya'ni road block degan tushunchalarimiz bor. Narxlardagi eng yaqin maksimum minimum degan tushunchalarimiz bor. Shu uchun narx откат bilan yuradi. Shuni har doim hisobga olsangizlar, hech qachon yutqazmaysizlar. Kitobi siz kirdingiz bayga, narx ozgina deylik siz tarafga yurdi. Mana shu yerga откатga kelganda siz bu yerdagi сделкani yopib qo'ymangda, qo'rqib. Siz tekingiz mana bu yerda-ku, shu uchun ushlang. Misol uchun men kirgan kechagi сделкам va bugun ham kirgan baylarim bay uchun сделка umuman yopilinmadi akalar. Misol narx shuncha borib keldi, bay uchun сделка вообще yopilinmadi, только ushlandi. Nimaga? Chunki men uверен edim, narx 45, mana shu 43 ga kirib kelishiga. Va mana shu yerdan откат kuzatishimiz mumkin bitta. Tushunarli? Hop, endi men sizlarga sistema o'rgatib o'tib ketadigan bo'lsam, men bundoq ishlayman, deylik, shu yerdan kirdim. Men uchun tek prost mana shu yer bo'ladi akalar. Agar mana shu yergacha men сделкам yo'q qo'ysam, men qiynalaman savdo qilishga, to'g'risi. Nimaga? Chunki men bir taraflama treyderman, men globalniy swing qilib ushlashga harakat qilaman. Misol uchun mana shu yerdan sel ketishini men bilganman, toki mana shu yergacha. Shu yerda уже sel ham tugadi, undan keyin sekin buy ija qilib boshladim. Qayergacha? Mana shu yergacha. Demak, shu yerda hozircha men kirgan baylarimni misol uchun save qilishim mumkin bo'lgan zona va take profit globalniy bir men uchun shu. Shu yerdan misol uchun selga harakat qilib ko'rsam bo'ladi. Ozgina selga harakat qilib ko'rsam bo'ladi. Lekin mana buni hisobga olishim kerak. Selga harakat qilib ko'raman, quloq solinglar akalar, adashib qolmaydi. Selga harakat qilib ko'raman, lekin mana buni har doim hisobga olaman. Tushunarli? Chunki narx bizda prosta chiqib ketamiz, o'syapmiz, ya'ni o'sish trendda va откат qilyapmiz и продолжение qilyapmiz ekan. Tushunarli? Endi shu yerdan yana ozgina bizda retest va dальше yana chiqib ketib qolishimiz mumkin. Shuning uchun akalar, ya'ni bu zonani ham bekorga olib qo'ymadim-da. Bu tushum qachondir bizda mana shuni ko'rib kelish ehtimolimiz ham bor. Qachondirga ham hech qancha vaqt qolgani yo'q o'zi. Tushunarli akalar? Ну, примерно hop, keling. Mayli, mana shuni qo'yamiz. Hop, misol uchun shu yerdan ham zona qilib olishga harakat qilamiz. Netting bor. Hop, endi qaraydigan bo'lsak, agar bizda bu zonamiz yoriladigan bo'lsa, har doim maksimumlarga qarab boringlar. Biz uchun eng yaqin maksimum shu yeri. Tushundingizmi? Bu birinchi maksimum uchun. Hop, keyingisida ya'ni zona qilib ham olyapmiz, maksimumlar ham olyapmiz. Shunday maksimum minimum olishimiz kerak. Bu maksimum minimum bir necha maksimum minimum o'z ichiga olgan bo'lishi kerak. Demak, istora bo'yicha shu yerni, ya'ni shu maksimum bilan shu maksimum ikkalasini oldim. Demak, cho'ta kuchliroq uring, mana shu yerda ko'rinyapti akalar. Bu yergacha chiqib kelsa kerak endi. Mana shu narsani har doim hisobga olinglar. Demak, bizda qaraydigan bo'lsak, maksimum oldik. Bu yerdan bu maksimum oldik. Hop, bu maksimumimizdan, demak, narxda bizda chiroyligina откат kuzatganmiz. Demak, shu ikkala maksimumdan oralig'ini ko'radigan bo'lsak, 71 va 73. Hop, bizda примерно qancha 20 punktlik oralig'i. Demak, bizda globalniy, ya'ni bular bildik, shtobi kichkina откат bo'lishi mumkin ekan. Bu yerdan agar откат bo'lsa, kichkina откат bo'lishi mumkin ekan, globalniy shu ekan. Hop, endi biza yaxshiroq selga harakat qilib ko'rishimiz mumkin bo'lgan zona akalar mana shu yerda. Mana shuni ko'rsatyapti ekan. Bugun uchun day trade'da mana shu plan. Hop, biz uchun sel bir zona bu yeri. Endi boz yorib qo'ydi, chiqib ham ketdik bayga deb ayta olmaymiz. Prosta mana bu ideyani hisobga olib turamiz. Tushundingizlar? Ya'ni bitta откат va undan keyin chiqib ketishi mumkin. Tushunarli? Xo'p, mana shu narsa har doim hisob kitobimizda bo'lsa, вообще adashmaysizlar. Qanaqa qilib adashish mumkin? Sizda ssenariy bor, nimalar bo'lishi mumkinligini bilasiz. Prosta сделкangizda to'g'ri tarafda turibsiz, ozgina откат bo'layotganini his qilishingiz mumkin, xolos aka. Tushundingizmi? Demak, globalniy sel kirishimiz mumkin bo'lgan zona shu yer, ya'ni bu yerdagi baychilar globalniy mana bu yerda сделкаdan chiqib ketadi. O'ylashimcha, chunki qaranglar, minimumdan kirilyapti. Endi
biz zona qilib olganimiz uchun yaxshi ko'ryapmiz deylik. Minimumdan kiryapmiz va bu yerdan kirganlar, misol uchun men agar krupnigroq bo'lganimda men shu yerda yotgan bo'lardim. Chunki bu yerda bizada bir necha likvidatsiyalarimiz ham mavjud ekan va примерно mana shu yerda yopsak bo'ladigan joyi, katta global baylarni mana shu yerdan yopsak bo'ladigan joy. Просто men shunaqa fikrlab ko'raman-da. Krupnigroq bo'lsam nima qilardim? Chunki sizlarga pul berish menga vigit emasda, hammalari silf qildirish vigitida. Shunaqa yurgan bo'lardim deb tasavvur qilaman va nima qilishim mumkin? Mana bu yerdan selni ko'rsatib bu yerga chiqib ketardim. Tushunarlimi? Agar krupnigroq bo'lsam shunaqa qilardim. Nimaga? Chunki bu yerdan juda ham zo'r sel zona turibdi-da. Yana bir necha minimumlar, maksimumlar. Endi mana shu yerdan просто откат bo'ladi deb barcha treyder ko'radi-da buni. Misol uchun ko'zini yumsa ham bu yerdan ko'rinib turibdi, shtoviy zonacha bor, откат bo'ladi. Ha, bu supportga keldi, bo'ldi. Shu yerdan full sell market. Mana shunaqa tushuncha beriladi bu yerda va narx bu yerga chiqib ketadi. Tushundingizmi? Bu bozor qonuniyati, u vigit emas, hamma pul ishlash bozorda. Ya'ni siz bilan menga vigitnidir, bozor uchun vigit emas, siz bilan mana pul ishlashimiz. Tushunarli? Shu uchun bozordagi fikrlarimiz krupnigrokdagi fikrlar ishlasak, menimcha yutqizmaymiz. Tushunarli akalar, shu joygacha. O'ylaymanki, sizlarga shu joygacha tushuntirib bera oldim. Xo'p, bugun uchun foydalanishingiz mumkin bo'lgan idea mana shu aka. Hop. Tashlab o'tib ketaman buni. Birgalikda endi sizlar bilan birgalikda qilgan analizimiz endi ko'ramiz qay darajada o'zini oqlab beradi. Hop, o'ylayapman, что mana shu idea keladi. Boshqa narsa ko'rmayapman. Balki sizlar ko'rayotgan bo'lishlaringiz mumkin. Ya'ni знаю, lekin men shuni ko'ryapman faqat. Bo'lishi mumkin shu yerdan ozgina откат, nomiga ham bunaqa kuchli откат bo'lmasa kerak. Ko'ryapsizlar-ku bu yerda tabiiy holda откат uchun. Ya'ni bir necha maksimumlarimiz mavjud va bu yerdan просто ko'rib turganimizdek откат bo'lishi mumkin deb taxmin qilamiz, xolos. Va bu откатga jab berilib ketib qolmaymiz. Ya'ni sel ketdik deb ko'p uzoq muddat qolib ketib qolmaymiz-da. Tezroq chiqishga harakat qiladigan zonamiz mana shu sel uchun. Atak sel chista harakat, ya'ni kirib ko'rsak bo'ladigan sel zona mana shu 71-73. Kichkina zonachada o'zi ham. Shunday mana shu zonaga kirib, ozgina ko'p bo'lsa ham ozgina yangilab turib, undan keyin bizda narxda tushish kuzatishimiz mumkin ekan. Tushunarli? Ungacha bizda sel bir zona bu, sel 2 globalniy bu. Bu yerda misol uchun baychilar bo'ladigan bo'lsak, baylarimizni save qilamiz. Prosta shu holat ekan. Xo'p, akalar, ko'rdingizmi? Sistemachi oddiy, zonalar olishlar ham oddiy, prosta qarab turib foydalanamiz ekan. Faqat zonalarga ko'p ham berilib ketib qolmaylik. Xo'p, globallashtirib qaranglar zonalarni. Misol uchun H1larda qarab yursangizlar zonalarni, qaysidir hafta H1dagi zonalar ishlamay qoladi-da. Endi shunaqa tuyuladi-da sizga. Yaxshi tushunmaganlik bo'lishingiz mumkin yoki ozgina kamchiligi bo'ladi. Chunki mana zonalar temasini mana hali beri o'rganaman. Ishonasizlar, mana kimda zona haqida gapiradi yoki kim zona deydi, bo'ldi. Men o'ylayman, xayolda zonada nima kamchilik qolganmanda. Siraz nimasi bor? Qiziqaman, zonasi bo'lsa olishga, o'rganishga harakat qilaman. Farqi yo'q kim bo'lsa ham. Chunki zonalar bo'yicha strategiyani birinchi ko'proq o'zim tarqatib borganman O'zbekiston territoriyasiga va hozir ham o'zim ishlatib kelaman. Shu uchun ham zonalar temasidan nima gap ochilinsa, range, zona, mana shu oddiy klassikaga o'xshashroq nima ochilinsa, qiziqaman o'zim. Chunki bilaman bozorda shu narsadan boshqa narsalar ham bor, lekin endi shu narsa bizda asnolar. Va bu zonalar bilan ishlaganimizda, misol H1larda ozgina adashish bo'lib qolsa, bunga yechim aytib o'tib ketaman. H4 zonalarni ishlashga o'ting sirasi, tushundingizmi? Misol H1dan ishlamoqchi edingizlar, H1da уже o'xshamayapti, такой zonalaringizdan chiqib ketyapti yoki zonangizga yetmasdan ketib qolyapti. Demak, H4 zonalarida ishlab ko'ring shunaqa vaqtda agar jayzalaringiz o'xshamay qolsa. Tushunarli? Xo'p, H1 sizlarni adashtirib qo'ymaydi va sizlarni silib qildirmaydi nasib bo'lsa, chista harakatlansangizlar bo'ladigan joy. Mana H4dan o'zi olgan ekanman zonani, prosta H1dan ham ko'rsatib beradi. Xo'p, endi qaraydigan bo'lsak, mana to есть H4 bilan H1 deyarli agar zonasi, imенно zonasi endi boshqa narsasi emas, imенно zonasi ozgina bog'liqda. Misol mana H4dan shu zona olindi, deylik, to есть H1dan shu zona olindi. Xo'p, endi H4 ga olib ko'ramiz. Bu yerdan bizda qanday ko'rinadi hozir? H4 bilan prosta
Yani o'sha H1dan olgan o'rinlarimiz qanaqa ko'rinishini ko'ramiz. Kamchiligi bo'lsa ozgina qo'shimcha qilib o'tib ketamiz. Faqat zonalar bilan ishlaganlaringiz aka-ukalar yana bir takrorlayman, javob berib ketib qolmanglar. Lekin foydalanishga harakat qilinglar. Chunki zonalar bilan ishlashni o'rganganingizdan keyin nasib bo'lsa, fikrimcha, agar rostdan shunaqa o'rganib ketsangizlar, bu motivatsiya emas, bu real hayot tajriba va o'quvchilarimda kuzatyapman shu narsani. Zonalarga berib kelsa, zona bilan ishlaydigan bo'lsangiz, stabil daromadga chiqib ketasizlar, inshaalloh. Bu birinchi masalamiz bu. Va ikkinchi masalamiz shundan iboratki, o'sha bozorda siz sezasiz, har kun bozorda savdo qilmaslik kerakligini va haftasiga 2-3 marta savdo qilib, prosta bizlarga yetarlicha summa, yetarlicha punktaj olib chiqib ketib qolishimiz mumkinligini tushunib qolasizlar zonalarda ishlaganingizda. Mana tasavvur qiling, shuni bozor ochyapsiz. Sizda aniq, ya'ni zonalarda aniq bozor mana shu yerlarda yurib ketgan, shu yerga chiqsa atkat bo'ladi, shu yergacha bo'lishi mumkin. Buni ham yoriydigan bo'lsa, keyin pastdagi zonalar. Tushunyapsizlarmi? Bu yerlardan keyin yana atkat tepagacha. Ya'ni aka-ukalar, polni eng yaqin bozordan ishlang. Hop. Bu gapni ma'nosini tushuntirib berishga harakat qilaman. Hop. Uzr akalar, o'tib qoldim. Nahos telefonimdan bosib yubordim. Hop. Hozir ko'rsatdim ularni. Hop, demak. Endi metodlardan o'tadigan bo'lsak, hop. Birinchi H1 zonalarni olamiz, keyin H4dan qarashga harakat qilamiz ekan. Hop, примерно bizda mana shu maksimum va undan keyin gapimiz shu maksimum ekan. Endi H4 olib ko'ramiz ekan, qanday ko'rinish beradi bizga. Hop, H4 oladigan bo'lsak, aka-ukalar mana примерно qaraydigan bo'lsak, normal yaxshi zona olingan. Nimaga? Chunki bizda bu yerda atkatlarimiz ham mavjud. Salgina mana buni tushirib qo'ysak ham bo'ladi ekan. Globalniroq qarash qilib. Hop, mana примерно mana shu oralig'lardan narxda sel kuzatishimiz mumkin. Ungacha ya'ni ungacha ham sel atkat bo'lishi mumkin, lekin bu globalniy bo'lmaydi biz uchun. Ya'ni siz bilan men mana bu yerdan bayga kirib, qanday ushlab turibmiz deylik qaysi ma'noda, lekin bu yerdan unaqa narsa bo'lishi mumkin, faqat ehtiyotkorona harakatlanamiz, lekin o'rtalardagi atkatlar bizda bozor bay uchun kuch yig'ib olyaptimi deb o'ylayman. Mana shu fikrdaman aka-ukalar. Hop, H4dan qarasak. H4dan qarasak, globalniy range ichiga ham kirib qolgan. Narx. Mana shu ko'rinishda olsam, H4dan. Hop, ko'rasizlar, narxda tirsirabdi, chiqib ketyapti. Hop, endi xuddi shu ko'rinish, demak mana shu yergacha ekan. Bo'ldi, ya'ni H4da oldim, shu yerdan atkat bo'ladi bay uchun, mana shu yergacha. Shu yerdan selga kiraman, pastroqgacha. Endi pastroqdan yana zonalar qidirib ko'raman. Hozircha birinchi maqsad shu yerdan kirib olib, keyin gaplashamiz. Bu menda aniq, ya'ni qayergacha ushlashimni ham bilaman. Hop, agarda shu yerdan kiradigan bo'lsak, narx shu yerga kelsak, men uchun eng yaqin minimumga teg bo'lsa, mana shu 34 gacha keladi keyin. 34 gacha 350 punktlik joy. Nimagaki yo'q normal. Tushundingizlar aka-ukalar? Hop. Mana shu ko'rinish ekan aka-ukalar. Hop, o'ylaymanki, shu joygacha sizlarga tushuntirib bera oldim aka-ukalar. Hop, savollaringiz bo'lsa berishlaringiz mumkin. Men hozir mana bu yerda pastda chat qoldiraman. Shu chatni tagiga yozasizlar. Kelishdiga.
Mana savollar deb yozdim. Hozir chatni ochaman. Lekin ko'p gaplashib o'tirmang akalar. Shu 4-5 kishiga javob beraman. Nasib bo'lsa, shu bilan tamom. Hozir qanday ochiladi chat? 1 minut akalar. Hozir ochaman. Hozir kelib 1 minut. Ha. Bo'ldi akalar, ochdim. Ko'ringchi, ishladim. Assalomu alaykum. Jonli efirda yarmigacha ekran ko'rindi, keyin ko'rinmay qoldi. Necha marta kirib chiqdim ham, internet ham yaxshi. Agar zapis bo'lgan bo'lsa, kanalga tashlay olasizlar. Albatta aka, tashlab qo'yaman zapisni. Kechirasizlar ming bor, lekin bo'lishi mumkin haqiqatdan. Internet ozgina qochyapti menda. Atak zapis cho'tki bo'ldi, tashlab beraman zapis. Hop, ekran ko'rinmayapti. Hozir qani? Hop, zapis bo'ldi akalar, zapis tashlab beraman cho'tki. Internet rostdan ham problem bo'lib qolibdi menda. Taxminan ertadan takrorlanmaydi. Uzr ming bor. Shu kanalga tashlaysizlarmi? Shu yerga tashlayman. Ekran oxirida ko'rinmadi. #4 tushuntirib berganingizda. Hop. Zapisda ketdi, lekin hozir tashlab beraman. Bir 20 minutlik zapis bo'ldi. O'sha oxirroqni bitta o'tkazib berasizlar-da. Hop, bitta mendan emas ekan-ku, yaxshi. Kichik time frame'lar uchun ham bormi? Hop, kichik time frame'lar uchun ham bor. Uni keyingi darslarda o'rganaman aka. Hozircha mana shu zonalarni bozor aniq qayerga borib, qayerdan qaytishini toping. Keyin men sizga keyingi etaplarni beraman. Problem emas. Aka, breakoutdan keyin yana buy harakat qilsa bo'ladimi? Tasdiq olib aka. Bo'ladi. Bo'ladi. Shu savolga javob bering. Assalomu alaykum. Bugun kechga birga Trump chiqishi bor. Bu xavf yuziga ta'sir qanday bo'ladi aka? Agar xavf yuziga ta'sir, menimcha, mana shu agar bayga chiqmasak, ya'ni mana bizda zonamiz deylik. Hop, kutamiz shu zonani. Shu Trump chiqishi shu zonagacha chiqarib bersa kerak. Soat 1 da bo'lsa, balkida Trump chiqishi endi kechki soat 1 bo'lganligi uchun shu yerga chiqsak, shu yerdan keyin atkat qilib bersa kerak Trump yangiligi. To yangilikgacha bayga chiqsa kerak. Не знаю, lekin yangilik haqida bilmasdim. Prosta aytganingiz uchun endi qandaydir fikrim bildirib o'tdim. Aka, Buxoroga qachon kelasiz? Nasib aka, xudo xolisa boraman. Kuchliroq bo'lib boraman. Assalomu alaykum. Shu bitta muammo bor. Yaxshi joyidan kiramanda minus ushlab turibman. Plyusga chiqqanda yopib yuboryapman. Keyin bez ubitga qo'ysam urib chiqib ketyapti. Akalar, bu muammo bitta sizda emas, bu muammo deyarli barchada menimcha shunaqa muammo bo'lsa kerak. Hop, muammolar yana bitta yaxshilab o'qib beraman. Hop, bitta muammo bor ekan. Yaxshi joydan kiraman, minusda ushlab turaman, plyusga chiqqanda yopib yuboraman. Keyin bez ubitga qo'yib qo'yaman. Yokida urib chiqib ketib qoladi. Xolos tushundingizlar. Ya'ni qisqa qilib aytganda, minus ushlaganlar plyusni ozgina plyusda yopib qo'yadilar, yokida bezubitga berib qochadilar. Xolos duh ozgina oldirib qo'yibsiz. Endi qo'pol qilib aytganda shunaqa bo'lgan. Buni endi bitta yechimi bor. Tipa kuniga 2 marta savdo, 3 marta ko'p. Siz uchun ko'plik qiladi, psixologiyaga singansiz. Kuniga 2 marta sizga savdo yetadi. Bitta bay bo'lsa, ijaga bayga kirib ko'ring. O'xshamadi, hech qisi yo'q. Ikkinchi marta sel bo'lsa agar seliga kirib ko'ring. O'xshamadi, hech qisi yo'q. Bo'ldi, kuni to'xtating, ertasi kunidan davom ettiring. Prosta bu sizni qolipga tushib, pul ishlab ketasiz yoki u narsa emas. Bu siz vaziyatdan chiqib ketishingiz uchun aytadigan so'zim. Mamdor o'qisaga. Xo'p, ya'ni siz vaziyatdan chiqib ketishingiz uchun bo'lgan tushuncham bu. Xo'p, ya'ni bu nima degani? Misol uchun bir kun ikkita сделка qildingiz, bugun polni minusda yurdingiz. Ertasi kundan savdo qilyapsiz, bitta сделкangiz plyus, ikkinchisi minus. Sekin o'sish bor degani. Xo'p, 3-kunga o'tyapsiz, ikkala сделкangiz ham plyusda yopib boryapsiz. 4-kun ham shu bo'lyapti, 5-kun ham, 6-kuniga yana minus bo'lyapti, hech qisi yo'q. Buni to'g'ri qabul qilamiz. 7-kun. Va mana shu sistemani 15 kun davomida qilib borasiz, kuniga ikkitadan savdo qilib, shu qayerdan bay olyapsiz, qayerdan sel olyapsiz, nima uchun olyapsiz, shuni yozib yurasiz. O'zi umringiz 15 kunini shu narsaga bag'ishlasangiz, keyin hech qachon daftar ochmasangiz ham bo'ladi-da. Mana shu сделка ushlab turish bo'yicha.
Mana shu narsalarni yozib yurib qilasizlar akalar, nasib bo'lsa o'zgarish bo'ladi. Chunki men communitydan shunaqa yo'nalish beraman, yanada chiroyliroq qilib. Bolalarda o'zgarish ko'ryapman. Men o'ylayman sizlarda ham bo'ladi, chunki yolg'on gapirayotgan joyim yo'q-ku, shu aytayotgan, bo'layotgan narsalarni sizlarga aytib beryapman. Mana bunaqa reklamalar kelsa yana qo'shilib qo'ymanglar. Xo'p, assalomu alaykum. Shu zonalarni belgilab olyapsiz. Shu zonalar vaqtlarini shu zonalarga vaqtlarni qo'yib ishlasa ham bo'ladimi? Unaqa qilsangiz aka, bomba bo'ladi. Oldinlab ketib qolyapsiz-da, bo'ladi. Bega nima uchun 33.02 dan atkat olib kelgani sababi bormi? Ko'rsatib bering iloji bo'lsa. Xo'p, 3.02. Hozir ko'ramiz uni ham. Jumla qo'yish kerak ekan yana. Xo'p, demak, qaraydigan bo'lsak, bizda 33.02 mana shu zonamiz edimi? 33.02 bizda. Siz buni aytyapsiz, atkatini aytyapsiz. Ясно, brat? Okeylar, kelinglar, shuni ham bitta ko'rsatib o'tdik. Yaxshi qiziqish bo'lgan. Mana shu atkat nima uchun bo'ldi va shu atkat qanday bizga berildi deb, shuni ham bitta ko'rsatib o'tib ketaman. Hozir ekran hozir endi yoqaman, yoqmadim, shoshmaymiz. Shoshmaymiz, hozir yoqaman endi. Hop. 1 minut akalar. 1 minut yozib turinglar kelib, 1 minut hozir ko'payib ketib qolmasin. Bu yerda juda ham ko'pchilik yozgan. Men iloji boricha barchani o'qib javob berishga harakat qilaman. Ozgina yozib turinglar, men shu bitta mavzuni tushuntirib olay. Keyin yana davom ettiramiz. Ozgina qotishi mumkin. Yo'q, akalar, bo'lmadi. Bo'lmadi akalar, menda internet ozgina problem. Lekin o'sha zapsda tushuntirib o'tdim, hozir H4da tushuntirib o'tdim, o'sha zapsda bor. Ko'radigan bo'lsak, tushunib olsak bo'ladi o'shandan. Internetim bor, kartam вообще ishlamabdi. Hozir akalar, 1 minut. Befoyda bilan. Hop, ishladi degan umiddaman. Ko'rindimi? Hop, endi hozirgi analiz bo'yicha bay analizlar bor ekan. Nimagaki yo'q. Bay analizm o'sha, ya'ni 80 largacha, 80 emas, necha dedik biz? 73 largacha chiqsa kerak, okey. 75 ta analizm bo'yicha mana shuni ko'raman. Xo'p, endi H1 dan qaraydigan bo'lsak, akalar, mana shu yerdan bizga qiziq nima uchun narxda atkat bo'ldi. Hop, просто bu yerda ham zonalar bergan, narx zonasiz hech qayerga yurmayapti-da. Ya'ni последний bozordan faqat zona bilan zo'r aktiv bo'lib yuribdi. Hop, men olishga harakat qilaman. O'sha minimumlarni, shu olgan maksimum va minimum bir necha narxni o'z ichiga olgan bo'lishi kerak. Tushunarli? Misol uchun mana shu zonani oldim, bu yerdan bu maksimum qilib, bu yerdan buni maksimum qilib oldim ekan. Va ikkita maksimum o'z ichiga olgan, bitta minimum o'z ichiga olgan va bu yerdan ham maksimum o'z ichiga olgan. Demak, yaxshi zona ekan. Demak, narx qachonlarda shunga kirib kelsa, retest berish mumkin. Lekin narx nima qildi? Ikkinchi zonadan retest berdi. Demak, bu tabiiy hol. Bu yerdan retest bo'ldi. Demak, narx bunga retest berib chiqib ketish kerak edi. Va bu yerdagi zona chunki ishlamadi-ku, ya'ni narx impuls bilan buzildi-ku, ishlamadi. Demak, bu endi budish holatda ishlash kerak. Bu kelajakda ishlash kerak edi. Hop, shu uchun mana seshnaga o'tkazamiz. Mana o'sha 33.03 dan nimaga ketgani. 33.03 ga kelyapti va qaranglar. Ketishdan oldin zonani to'g'ri olsak, akalar, narx bizani adashtirib qo'ymaydi. Ya'ni bay ketmoqchi bo'lsa, bayni beradi как положено bizani kirishimiz uchun. Biza ketib qolmaydi baribir-da. Просто biza kirolmaymiz xolos. Hop, mana zonani olganmiz. Narx kirib kelyapti, bitta narx yopildi, keyingi H1 yopilindi, undan keyingisi ham tepada yopilindi. Undan keyingisi ham tepada yopilindi. Bundan ziyod menimcha pastda bundan ziyod narsalar bo'lmasa kerak. Qolganini yana ko'rishtiramiz. Hop, bir necha mana switchalarimiz tepada yopilib berdi. Yangi switchadan kirishga harakat qilamiz. Pastimiz stop loss, undan keyin mana uchib ketish danni время. Lekin biz baylarni okey harakat qilamiz mana bu yergacha ushlashga. Tushunarli? Mana shu 75 gacha kerak bo'lsa
sel haqida ozgina o'ylamanglar. Sel bo'lsa ham qo'rqmanglar, shtabi, "U sel ketib qoldi, sel signal kelgandan o kanaldan nimaga seliga kirmadim" deb o'ylamanglar. U sel kelsa bo'lishi mumkin, ozgina откат. A globalnisini ko'rasizlar. Globalni просто birga ko'rdik isbot bilan. Может, adashgan bo'lsam ham sistemamizda ozgina kamchilik bo'lishi mumkin. Tagida bosh, lekin hozir shu narsani beryapti-da, deb sistemaga qo'yib o'tgan bo'lsa. Tushunarli? Вот 33.03 dan chiqib ketganini sababi mana shu ekan. Misol uchun mavhum bo'lgan zona mana shu. Shu yergacha misol uchun men savdo qo'ymayman. Ya'ni qaysi ma'noda sel olmayman hech qanaqasiga. Mana shu yergacha kirgan baylarim ushlayman. Baylarim bor-da, mana ochiqchasi kirgan baylarim bu. O'shani mana shu yergacha ushlayman. Qiziqmas ungacha откат qanaqa bo'ladi, nima qo'yadi, cho'pchimi, я не знаю, bratья, но mana shuni ushlab o'tirmoqchi. Tushuntira oldimmi barchaga? Hop, endi savol-javobga o'tsak. Maxluq reklama tiqma. Hop, sel uchun maksimumdan, bay uchun minimumdan zola olasizmi? Jahongirda shunaqa. In my options deb. Inglizcha yozmanglar agar. Mabodo o'zbek o'shangizni bilmasdan udalt qilib qo'yishim mumkin. Hop. Buxoroda ofis qachon ochasiz? Lichka yozing. Nimaga siz lichkaga yozsizlar? Buxorodagi ofismani ochadigan bo'lsa. Hop. Hozirgi zonadan selga harakat qilsak bo'ladimi? Yo'q, ekran oxirida aytib o'tdik. O'zon narx zonani buzadi, откат bo'ladimi? Da, narx zonani buzadi, buzgandan keyin o'sha zonaga baribir bizada откат bo'ladi, lekin yaqin откат bo'lmasligi mumkin, lekin baribir откат bo'ladi o'sha zona. Katta rahmat aka, Alloh rozi bo'lsin. Gap yo'q. Akalar, sizlar zona bilan ishlashni o'rganinglar, nasib bo'lsa rahmat aytasizlar, bo'ldi, boshqa muhandislar. Hop. Asli aka, yaxshimisiz? $100 minimal riskda foyda olish uchun balansda qancha, to есть asliga yaxshimisiz? $100 minimal riskda foyda olish uchun balansda qancha dollar bo'lishi kerak? Iltimos ma'lumot beravering. Xo'p, akalar, mana men tushuncha beraman sizlarga. $100 pul ishlashingiz uchun sizga kerak bo'ladi 100 punkt 0.10 bilan. Tushunarli? Mana shunda maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar balansingizni yanada to'g'rilab ishlamoqchi bo'lsangiz, $100 ishlash uchun endi kuniga-ku bo'lmaydi bu narsa. Примерно 3 kunda, 2 kunda bir $100 ishlab bo'ladi $1000 ga. Bu realniy narsa. Bu yerda olib qochadigan joyi yo'q. Bu maxluq, lekin charchamagan, reklama qilib. 328 dan bayim bor, bezibga qilib qo'yganman. Kutamiz endi. Chotki, krasavchik. Communityga kirish uchun nima qilish kerak, bratjon, iloji bo'lsa yozinglar. Yo'q, communityga hozir uncha ham o'z nabor qilish planimda yo'qdi, shuning uchun o'zim ham indamayapman qo'shilish haqida ma'lumot bermayapman uncha ham, faqat community haqida aytyapman xolos. Hop. 4000 bilan 003 dan 4 ta kiryapman. Вообще zo'r. Okey. Krasavchik, zo'r. Yomon emas. 0.10 qilsangiz agar shuni yanada chiroyli chiqadi. Bitta сделка. 0.10. Hop. 305 dan 001 faqat. Zo'r. Deysiz aka, gap yo'q. Galavnisi kiribsiz-ku. Ideyadan demoda qilib ko'ryapman. Natija tashlashdan ham bo'ladimi yoki real bo'lishi kerakmi? Akalar, real demo men to'g'risi hech qachon qiziqmagan bu narsalaringizga sizlarnikiga immunman. Men sizlarning kirishlaringizni bitta narsasiga o'sha qayerdan kirib chiqyapsizlar, qanaqa nuqta. Faqat shunga qiziqaman. Oldin ham shunaqa bo'lgan, hozir ham shunaqa. Hech kim puliga qiziqmaganman shu vaqtgacha. Hozir ham bilmayman, misol palonchida qancha treyderda puli bor. Real menga qiziqmasda, undagi pul uniki. Menga $1 ni bermaydi, nima qilaman uni? Pulni hisob-kitob qiladi. Bex trader bu teoriya bo'lganlar lekin bilimlarga shu rahmat. Malades, bratjon, hisob bo'lsa. O'zi mana shu tushuntirayotgan temamni pro traderlar bilyapti nimani tushuntirayotganimni. Hop, $100 ni bir kunda treyderlik qilib 1 million qilsa bo'ladi. Tishda faqat. Shunaqa. Bo'ladi. 1 million ta odamdan bitta odamda bo'ladi-da, keyin shu bitta odamda bo'lgani uchun 1 million ta odam o'shanga ergashadi. Shu hayot qonuni. Signal kanal signal bermayapti-ku o'tgan hafta. Yo'q, signal kanal signal beradi, faqat o'sha qo'ldan kelgancha yaxshi joylardan signal beramiz. Hech xavotirlanmang, agar 1-2 kun signal kelmasa, sizlar riskovat qildirgandan ko'ra signal kelmagan yaxshi. Oyma-oy sizga to'lov qildi demaymiz signal kanalida. Misol
signal berilmasligini ba'zida o'zimiz bilamiz-ku, 1-2 kun bermaymiz-ku. O'sha uchun sizga kun qo'shib beriladi. Любой odamga qo'shilgan kundan boshlab 1 hafta, 10 kun signal kanalida kamida vaqt qo'shib beramiz. Xuddi shu. Chunki signal ko'ribsa mana hayit bo'ladi yoki boshqa bo'ladi. Majbur holatlar bo'lib qolishi mumkin. Shunaqa hollarda signal bo'lmaydi вообще. Shu uchun biz kun qo'shib beramiz aka. Ya'ni riskovat qildirmaymiz. Lutfi bu signal berib rastaxonasidan signal bermagan ma'qul undan ko'ra. Akajon M5da AB hosil bo'lgan, o'shandan bayga qo'shilsa bo'ladi matka. Shundan tepaga ketish mumkinmi? Xo'p, bo'ladi akalar, ha. Endi bu yerga nasib bo'lsa bayga harakat qilsangiz bo'ladigan joyi, xudo xolasa. Faqat atkatlari, sellarni, sel atkatlarini berilib ketib qolmanglar. Sel ketyapti narx. O'zi narx sel ekan demanglar-da. Просто narx bayda 75 gacha. Har qanaqa sel atkat. Xo'p, aka-ukalar, sizga Tramp yangiligi birdan kechib qolsa, edi. Xo'p aka, xo'p. Tamom, Jasur aka. Alloh sabr bersin aka. Bir kunda 3 marta kir degansiz, o'sha uchun 0.2 lotni 4 ga bo'lib kiraman. Ha, unday bo'lsa zo'r. Yaxshi. Brat bomba mana shu narsa. Choch hosil bo'lgandan keyin bayga savdoga kirsa bo'ladimi, tana bilan yangilansa. Ular yaxshi tushunadiganlardan so'rab ko'rasiz ekan. Ozroq signal kanal ochsangiz bo'lar ekan, xalq cho'ntak ko'tara oladigan, swing trade uchun ija beradigan. Yo, uchun unaqa signal kanal ochmayman. Community'm bor-ku, misol uchun haqiqiy trader bo'lmoqchi, misol uchun mana shu aka savol berdilar, Roziyev. Misol uchun men bilaman, Roziyev trader bo'lmoqchi. Roziyevda jlanisi bor. Roziyev meni community'mga qo'shiladi, qanday bo'lmasin. Suhbatdan o'ta olmasa ham boshqa profillardan yozib bersam qo'shiladi Roziyev community'mga. Что bu bolaga natija kerak va meni community'mda sizlardagi kamchiliklarga yechim bor va meni community'mda har kuni dars bo'ladi. Bir kun dars emas, har kuni ketayotgan bozorda backtest boramiz, ketayotgan bozorda analiz qilib boramiz. Вот mana shu uchun ham community'mga ham reklama qilmayman. Aytib tushuntirib o'taman kimlar uchun va kimlar qo'shilishi mumkinligini. O'zi qo'shiladigan odamlar topadi qo'shilishni. Signal kanal masalasiga kelsak, signal kanal ham bor-ku, misol uchun. Просто signal kanalga har kuni signal bera olmayman. Har kuni kelmaydi signal. Mana tepada signal kanalman olganlar ham bor-ku, yozdi. Har kuni signal bermayapsiz-ku. U to'g'ri hol. Signal kanalga har kuni signal kelmaydi. U yerni yaxshi joy bo'lsa signal keladi. U yerim bo'lmasa ham yokida sizlarni riskovat qildirgim kelmasa, signal umuman beriladi. Lutfi ertaga signal bering. Lutfi bugun sizlarga minus qildirgandan. To'g'rimi fikrim? Yo minus bo'lsangiz signal beravering. Yo shu to'g'rimi? Вот, mana shu uchun okalar signal kanal temasi uxlagan, yo'q temalar ular. O'sha uchun bo'lmaydi u narsalar. Community temasi eng zo'r tema. Ya'ni immuno menda shunaqa holat. Chunki communityda o'zim o'tiraman. Shaxsan o'zim mana shu qanday gaplashyapmiz, xuddi shunday o'zim o'tiraman. Gaplasha olmayapsizlar, hozir men bilan prosta yozyapsizlar. U yoqda gaplashamiz, prim. Ovozlaringiz ochiq bo'ladi, gaplashamiz. Nima gapsiz, men bilan gaplashasiz, muammosi yo'q. Tushundingizmi akalar? Shu uchun community juda ham seriozniy tema. Juda ham seriozniy tema. Signal kanalchilar va o'z fikriga ega bo'lmagan shaxslar uchun nima community'ni tavsiya bermayman. Bu xafagarchilik uchun emas. Misol uchun menga pul bo'ladi sizlar kirsangizlar. Muammosi yo'q-da uni. Shu uchun men maqtab gapiraman. Agarda sizlarga yoqsa, nima qilaman keyin sizlarga maqtab gapirsam-da kirganlaringizdan keyin yo'qda, sizlar kutgan narsa bo'lmasa. Undan ko'ra chesti gapiray, chesti bo'lsa bo'lsin, bo'lmasa bo'lmasin. U kallasi bor odam o'zi o'ylab ko'radi, nima qilmoqchi, nima qo'ymoqchi. Biroq hozir chet elda edim. Ish bo'yicha kelajakda nasib o'qimoqchiman sizdan maqsadni trader bo'laman deb bo'lsa bo'ladimi? Shotimni masalan 5000 soliq musofirchilikda TPT pulini bo'ladi akalar, xudo xolasa to'g'ri maqsad bilan harakat qilinglar. Faqat shu sohaga kirayotganlaringizda mana yangilar ko'p ekan ko'ramizda. Menga qarab beklab iplab ketibdi, beklada sharoit yaxshi-ku yoki shohlarni ko'rib shohlarda natijasi bo'pti-ku, ularda zo'r ekan deb turib berilib ketib qolmanglar sirazi. Просто bitta narsani qabul qilinglar. Bular ham o'z ustida ishlagan. Yillar davomida ko'rabsizlar, mana necha yildan beri ko'rasizlar. Haqiqatan shu Instagram ko'tarsangiz 2019 da ham postim bor man forex uchun. Вот. Haqiqatan shuncha yillik mehnatim bor. Shuncha yildan beri yo'q bo'lib qolmadim. Yuzimni ko'rsatib kelyapman. Sizlar bilan salom qilganman. Backpolojin seminarlar o'zim bo'lmasam ham komandamni viloyatlarga jo'natib seminarlar qildiraman. Tushunarli? Ya'ni
bir qadam oldinga tashlab chiqqanman sizlarni oldlaringizga. Menga zadniga уже yo'l yo'qda, masala. Bitta yo'li bor, shu bosh cho'zib olgan hayot boshqa yo'li yo'q, tushunarli? Shuning uchun akalar, maqsadimiz to'g'ri qilsak, nasib qilsa, yo'q, bizada ham natija bo'ladi. Bular qilgan, 7 yilda erishgan. Endi men shulardan shunaqa ilmini olaman. Bular 7 yilda erishgan bo'lsa, men 1 yilda o'z ustimda ishlab erishaman shu narsaga. Lekin 1 oyda degan tushuncha berib qo'ymayman o'zlaringizga. Chunki miya shunaqa ishlaydiki, 1 oyda infosini qabul qiladi, 1 oydan keyin yaxlaydi miya. Shuning uchun 1 oylikda yaxlab qolmayman akalar. Bu ham fakt. Hop, inshaalloh communityga qo'shilaman yoki o'zingizda o'qiyman, sharoitim to'g'rilab. Gap yo'q, Ro'ziyev, sharoitingiz agar jazo'r bo'lmasa akalar, Forex riskovat ham qilib yurmanglar. Bu gapni mendan boshqa men javob beraman, sizlarga hech kim aytmaydi. Chunki mendan boshqa ko'pchilikka 80% toki kursdan sovg'a qiladi-da. Shuning uchun sizlarga bu gap ayta olmaydi hech kim. Men sizlarga aytaman, sharoitingiz bo'lmasa, Forexga hozircha kirib, boshingizni og'ritib, pul riskovat qilmanglar. Chunki Forex har bitta qilgan xato uchun pul beramiz va har bitta qilingan xatoga pul to'laymiz ekan. Shuning uchun bizga nima kerak qilingan xatoga pul berish? U pulni peshona ter qilib topamiz. Tushuntira oldimmi akalar? 116 legenda ko'pchilik deyishadi. Musor narsalar 1616 yo'q narsalar, ular musorski narsalar. U bolalarni o'zi ham biladi unaqa narsa yo'qligini. Nima qilasizlar? Odam gapirtirib boshqa. Просто marketing qilingan, как положено ot qo'yilgan, tamom 1608. Yo'q narsalar o'zlaringiz aldaysizlar. Sizlar o'zlaringiz u bolalar shu og'izdan aytadi, sizlar uni og'izdan eshitasizlarda, 4-5 ta joylarda aylantirib reklama qilasizlar. Reklama qilmanglar, musor narsalar, yo'q narsalar ular. Oldingizga o'qishga borish uchun olib kelish kerakmi? Lekin shunaqa. Lekin shu joylari bor. Oldinga kelish uchun hatto Forex so'zini ma'nosini bilishingiz kerak. Janol odam olmaymanda, hech kerak emas. Chunki men oldimga kelgan odam natija qilishi shart. Klassik SNR bo'yicha ishlaydi bu ekan. Shunaqa klassika SNR likvidatsiya. Okey, hozir boyga kirsam bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Hozir bo'lmaydi. Qizil Cobalt bergan payt taniyman sizni biladi. Mana katta haqiqatdan shu vaqtdan beri misol uchun Qizil Cobaltcha birinchi Buxoroda biz olganmiz, keyin boshqalar havas qilib olishgan desam, shunaqa akalar, haqiqatdan shu sohada ishlab, o'zim bilmagan sohada, o'zim uchun nol bo'lgan sohada ishlab, haqiqatdan pul yig'ganman. Birdaniga uni pulini ham yig'maganman. Kam yig'ganman rostdanamda. Shu Cobaltga pul bo'lgan joyda bosib yuborilgan. O'sha vaqtda nomerni o'zi bitta tema bo'lganda. Naqddan aytaylik. Hech qanaqa oldi qo'shlarsiz uchidan ishlab olishlarni o'rgatdingiz. Aka, sizni tekin bergan bilimlaringizni olib bozorga qarashim ancha o'zgardi. Siroj akaga ham, sizga ham oddiy rahmat aka. Pulli kurslaringizda ham o'qish nasib qilsin. Sizlar zo'r pul ishlanglar, mana men o'rgatayotgan narsadan bitta narsa aytdim akalar, men oddiy ochiqcha sizlarga chaqchaq qilib gap qilib aytaman. Sizlar men berayotgan narsalarni prosta o'rganinglar. Men har kun dars qila olmasligim mumkin sizlar bilan, lekin qachon stream qilsam kirishga harakat qilinglar va qachon bizga tarafdan darslik chiqsa, sizlar prosta olib ko'ringlar, tamom. Men sizlarga reklama yo nimadir xizmatimdan ol demayman. Prosta ko'rib yuringlar bizani, tamom. Oradan ozgina vaqt o'tadi. Maqsad nima? Shu men berayotgan narsamdan sizlar haqiqatdan pul ishlanglar. Shu menga to'laydigan pullaringizni sohani o'zidan ishlab topinglar-da, keyin menga to'lov qilinglar-da, mendan yanada zo'r bilimlarim olinglar. Tushundingizmi? Men sizlarga hozir beraman, shu territoriyada yo'q narsa bilimlarni. Haqiqatdan territoriyada yo'q bilimlarni beraman. Bepul o'rganasizlar, pul ishlaysizlar, undan keyin mana individualniy kursimga shaxsan o'zimni kelishlaringiz mumkin. Ozgina qimmat individualniy kursim. Lekin men sizlardan majburlamayapman-ki, prosta pul ishlanglar deyman shu sohadan, keyin keling ishlamasinglar shart emas. Ana okey, tepada yozdilar-ku, uchlardan kirish o'rgatyapsizlar-da, uchlardan kirish sistemasi bu hisoblanadi. Bu narsani biz bir vaqtda bitta mana shu hozir tushuntirgan mavzum o'zini, bitta shuni o'zini biz katta treyderlarga shu 10 minut, 15 minutini $3000 sotganmiz-da. Chestni gap akalar, mana shu sistemani prosta 10 minut, 15 minut tushuntirib berganman, $3000 sotganmiz treyderlarga, ishlab yurgan treyderlarga, uchidan kirish o'rgatdim bizga, tamom, boshqa narsa kerak emas deganda aytganman. Tushuntiraman, gap bo'lishi mumkin emas, shunaqa narxi bo'ladi desam, bolalar sirasi tashlab o'rgatgan. Vaqtida даже mana shu pulga o'rgatgan narsam sizlarga berib beraman. Chunki menda hozir undan ham zo'r narsalar bor. Va asl bo'lsa undan ham zo'r narsalarni sizlar bilan ulashaman. Boyaga tradingdagi strategiya bo'lmagan narsa, faqat psixologiya ishlaydigan deganchalar, kriptochilar
chiqyapti, shunga fikringiz. Chala kriptochilarning fikri o'ziga o'xshagan chala bo'ladi. Bo'ldi. Ularga boshqa fikr yo'q. Sizni analizingiz bilan bir ga ishladim, $300 plyus. Nima ekan? $300 plyus ishlayapman. Prop shotda. Gap yo'q, krasavchiklar, молодец. Ko'pchilik komandasiga gap yo'q. Sirojudin Switch'ni tasdiq olishni o'rganganman. Zo'r ishlab beryapti. Zo'r. Ko'pchilik bizning komanda o'kila treyderlar komandasi, haqiqiy treyderlar, mentorlar komandasi emasda biza. Biz o'zimiz savdo qilamiz. Biz o'zimiz bir necha yildan beri shu sohadan pul yeb, non yeb kelamiz va sizlarga berib kelyapmiz. Shuning uchun bizada bek community juda ham kuchli hisoblanadi. Bek community'dagi har bitta bolani o'ziga yarasha tarixi bor. Unday mentor emasda. Real gap, umuman mentor yo'q bizada. Treyderlar olganman faqat komanda qilib. Kurs nechi puli qayerda? Hop, 2020 dan beri bilaman Asilbek aka, esimda Cobalt bo'lardi qilsa. Men 2 yildan beri foydada yuraman. Prosta sizni kuzataman. Har kuni, har soat faqat treyderlik qilaman va shundan daromaddaman. Eshitdingizlarmi akalar? Aka, nimadan o'rtacha qo'yib dana shuni o'zlarim o'qib ko'rdim. Men aka 2020 dan beri meni kuzatayotganlar akalar. Ana shaka Azimov aka rost 20 dan beri meni kuzatayotgan aka. 20 dan beri meni boshimdan nimalar o'tdi shu trading sohasiga kirib, mana shu aka biladi javob. Nechta bola oldimga keldi, nechtasini ko'tarildi, boshqa qildik. Sizlar taniysizlar treyderlarni. Ana shu bolalar biladi, meni 20-yildan beri kim meni tanisa, men nechta treyder bilan ishlagan bo'lsam, hammasini hozir taniysizlar sizlar. Va mana shu treyderlar o'zim qo'limdan chiqqan, o'zim shogirdlarim, o'quvchilarim. Mana o'sha Qizil Cobalt deganlarni auditoriyani, o'sha auditoriyani nimaga hurmat qilaman? Chunki ular meni haqiqiy tariximni biladi. Mana bitta o'zbek bola yoki treyder deylik, shu o'zbek treyderi misol uchun sohaga kirib, noldan nimalarga erishib kelish kerak, shu yo'lda nimalar bo'ladi va shu yo'lda kimlar aldaydi buni yo boshqa kimlar bundan foydalanib ketadi. Barchasini ko'rib kelgan mana shu auditoriya. 2020 o'sha Cobalt temasi ochiladi faqat. Cobalt temasidagi treyderlar auditoriya bizani biladi, polni noldan qanaqa qilib ko'tarilib kelyapmiz, barchasini biladi, etap-etap. Kimlar kelib ketyapti oldimizga. Hali ham. Uchun sizlarga akalar отдельный respekt. Hop. Getti Hasanov aytishyapti, jonga tegdi shu. Realni bor-ku jonga tegdi akalar. Mashenikku Getti Hasanov bor-ku, shu gapirtirmanglar deymanda. Propshot minimum kanalligini o'tib berasizlarmi? Albatta, qachon o'rgatasiz uchidan kirishni valyutalarda. Yo'q, uni lekin communityda beraman, uni sizlarga hozircha kerak emas u narsa. Befoyda uni sizlarga berganim bilan sizlar foydalanmaysizlar. Valyutalarda kirish kerak-da unga. Tillarni sistemasi boshqa, valyutaniki boshqa. Kurs nechi pul qayerda? Aka, kurs prosta o'zi o'qidim, hozir javob bermadim, prosta direktanodak bo'lmasin degan ma'noda. Kurs akalar, agar rostdan o'qimoqchi bo'lsangizlar, o'zimda addush maslahat beraman-da. Ozgina kutib tursangizlar, trading turmoqda. 10 kun, 15 kun inshaalloh aytaman sizlarga ham xabarini beraman video сообщениеlarda. O'sha xabar bergan kunim qo'shilinglar, lekin bitta maslahatim shu, chunki bergan kunim balki 2 kun, 3 kun ichida uzoq. Unda o'quvchi olaman. 1 yilda bir marta kurs qilaman. O'ylanglar, 1 yilda bitta kurs qilaman. Nahotki shundoq, akalar kelinglar, kursim ochildi desam, 10 ta odam yig'olmayman. Shuning uchun 10 kundan keyin bo'ladi. Narxlarga kelsak, narxlarni hozircha o'zim ham bilmayman. Eng kamida 3000 bo'ladi, shunisini bilaman. Chunki biletlarimiz qimmat. Chet elga kelib o'qiysizlar, zot O'zbekistonda borib tupoydan dars olib kelmaysizlar-da. Bizning ustoz Nodirjon Aminov, taniysizmi? Kolleksiya algoritm nima deysiz? Nomer berish shu ustozimiz nima ekan? O'qiyman oxirigacha. Shu ustozimizdir balki. Zo'r aka, gap bo'lishi mumkin emas. Men eshitganman, kolleksiya shohlar aytganini eshitganman, lekin undan keyin kuzatmagan. Algoritm, не знаю, brat. Ulardan so'rab ko'rasiz. Yaxshi treyder deb eshitganman. Prosta shuni eshitganman. Xo'p, Funded Next'da oyga 10% dan ko'p daromad qilsa bo'ladimi? Bo'ladi-yu, lekin 10% daromad qilish qiyin-da. Okey, bonus broker bormi? Hozircha yo'q. Lekin nimadir qilamiz shuni. Chatingizda broker killer bor ekan. Akani sababdan qiziqdingiz bu akaga.
negativ emas. Qayerda? Qo'shilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Negativ emas, bemalol. Ziyolar bor, misol uchun Sulaton ekan. Bular bor. Mana Beki 408 tadan keyin qaytib ochilinmagan. Ko'rib turaman aka, nima qilib yuribdi bolalar, necha kishini prezident olti qilib yuribdi. Qiziqaman, nimaga ko'rmasligim kerak? Ko'raman. Kelajakda sizdan shunaqa film ko'rishamiz. Aka, siz men o'zim shaxsan 22-yildan beri kuzataman. Buxoroda o'tgan seminaringizda ham bor qatnashganman. Hozirda Kamyutda ham borman. $1000 depozit bilan $23,230 chiqardim. Nima ekan? $23,230 chiqardim $1000. 2 oyda Kamyutdagi bilimlar bilan. Seriozno aka. Gaplarni o'qitib boshladim. Aka, gap berishim emas, joni sog' bo'lsin. Faqat aldamanglar aka, men sizlar yozgan gaplarni o'qiyman-ku. Men o'qisam, bu yerda o'tirgan odamlar ham ishonadi. Keyin bitta siz deb nechta odam aldanib qolishi mumkin. Shuning uchun aldamanglar. Rost bo'lsa, Alloh rozi bo'lsin, gap bo'lishi mumkin emas. Bu men uchun eng katta reklama o'zi. Shundoq, 2022-yildan beri meni kuzatadi mana Shahboz degan aka. $1000 pul bilan boshlagan, Kamyutda har kuni bilim beriladi. Olingan bilimlar o'zingizda ishlagan. Glavnisi Kamyutdagi ilm olgandan keyin o'zingiz harakatingiz. Mana Shahboz o'zini ustida ishlagan. Bu prosta bizani mana mamdoq qilsa ovoz chiqmaydi, mamdoq qilsa ovoz chiqadi. Demak, biza bilim bergan biza, Shahboz o'zi ham o'rgangan. $1000 dan mana $23,000 qilibdi. 2 oyda. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Krasavchik. Uzoq bilan quvontirsin. Men shuning uchun reklama qilmayman. Menga o'zi reklama kerak bo'lmay qoldi-da, xudoga shukr mana. Chunki mana shunday bolalar bor, menga o'zi reklama kerak emas. Tushunarlimi? Bu yerga yana katta muammo bor, forex halol haromligi haqida fikringiz. Bittada tushuntirib o'tib ketaman. Hamma har xil yo'nalishda tushuntiradi-ku. Men misol sohadan ishlasam akalar, topgan pulimni oilamga kiritaman-da, to'g'risi. Onamga beraman, misol uchun, ukamga beraman, ya'ni oilamga kiritaman, tushunarli? Va bu ishlagan pulimdan tomog'imdan o'tadi bu. Ovqat yeyman bundan, sutimga kiyaman, uydagilarimga kiyim-kechak qidiraman. Xursandchiligim uchun ishlataman, uyimdagilar uchun va o'zim uchun. Tushunarli? Va sizlarga ilmni ham berib boraman. Nima o'ylayman, shu uchun agar harom narsa qilganimda o'sha bilardim-da, qayerga ketayotgan pulim qayerga ishlatyapman. Mana shundan ham bilib olsa bo'ladi-ku, to'g'rimi? Chunki menda ham bo'lgan shunaqa tushunchalar. Sizlar o'ylaysizlarki, Bextrader qiziqmaganmi harom halolligi bilan hech qachonda ham shuncha yil yurib. Qo'ymas-ku, biz ham qiziqamiz-ku. Как положено. Просто men o'zimga tushuncha olganman-da. Shtobi domlalardan, boshqalardan so'rasam, hamma har xil gap qilganlar. Keyin tushunchani bilganmanki, to'g'ri harom halolligini bilish uchun puling yo'nalishiga topib o'tgan puling qayerga rasxod qilsan, shunga qara deyishganlardi. Men o'shanga e'tibor qilib ko'rganman, yo normal ketayotgan bo'lgan. Значит, bo'ldi. Undan keyin shubha bo'lmagan. Sizlarga ham shu maslahat, shubha bo'lmasin shundan keyin. Ko'ringlar, agar mabodo ishlagan pulingiz boshqa joyga ketayotgan bo'lsa, unda to'g'ri, значит, bir gap bor bu yerda. Xo'p, hozirgi kunda o'zimda nomer bir tenglov desam bo'ladi. Siz eshitgan bo'lsangiz, xursandman ba'zi bir chala traderlarga qaraganda. Da, aka, shunday. O'zi o'sha odamni o'zi siz deymanda bu yerga kirib yozib olyapsiz. Naqliy silkasi tashlab bering, tashlab qo'yaman kanalga. Ozgina reklama qilamiz, biroq o'zimga ustangiz ham gaplashamiz. Siz qaysi broker bilan savdo qilasiz? Toshkentdagi ofisda offline kurs narxi qancha? Toshkentdagi ofisimda menimcha joy bo'lsa kerak ekan. 4 ta pastlaydigan joy bor, undan keyin xabarim yo'q. Bir xabar olib ko'ringlar. Toshkentdagi ofisdagi kursligimiz $1500. Aziz Xaliqovning strategiyasi bilan bir xilmi strategiya? Yo'q. Aziz Xaliqov ustozimmi, ustozim. Biz ham 1-marta seminaringizda bo'lganmiz Buxoroda. Gap yo'q. 2023-yil bo'ldimi, nima? Pastlaydi. Belki yana katta muammo, men aytib o'tdim. Javob beravering. Qiziqdimlar. Nima ekan matematik strategiyalaringiz qanaqa? Shohjahon Eshonozovda ko'rgandim. Nima deysiz? Yo, yaxshi strategiyalar, eplasa bo'ladigan. Bitta zo'r tushuncha beraman. Xo'p. Misol uchun deylik, okalar, mana shu yerdan biz sel kirmoqchimizmi? Misol uchun deylik. Mana shu yerdan sel ketishini bizaga o'sha matematik strategiyamizdan signal beradi, SNR ham signal beradi, hop, zonalar ham signal beradi. Proboy. Tushunarli? Agarda sistema to'g'ri bo'ladigan bo'lsa,
Tochka kodalar bir xil chiqadi. Kirish nuqtalari bir xil bo'lib qoladi. Faqat sistemangiz to'g'ri bo'lsin. Hop, oke 32 o'ndan bay deydim. 34 50 34 60 gacha baydaman, to'g'rimi? Pozitsiyam 50 60 gacha baydaman. Da, bo'ladi. Hop, aka Buxoroda ofis qachon kursga yozilmoqchi edim. Buxoroda ofis ochamiz nasib bo'lsa aka shu. Bir oy degandek o'tgan safar bir oyda qoldi. Bitta ishimiz bor, ana shu ishimiz bitsa Buxorodan ham ochamiz-da. Hozir Toshkent ofisimiz bor, Samarqand ofisimiz bor, Qarshi ofisimiz bor. Endi Buxoroni ham bitta oyoqqa qo'yib olsak, turg'izsak, shu bilan tamom ketdi. Niyat nima? Plan shu ofis qaysi viloyatdan ochilinsa, o'sha viloyatda tamom yopilmaydi u ofis. Ishlaydi, odam kelsa ham, kelmasa ham, chunki men o'quvchilarim qo'yaman-ku, treyderlar qo'yaman-ku. Treyder nima qiladi? Ofisini ochgandan keyin odam kelsa, kelmasa o'zi ishlab o'tiraveradi. Shuning uchun ochilingan narsa yopilishi kerak emas-da. Davomiylik. Hamma treyder biladi. Hamma bek treyder bo'lishi mumkin, lekin davomiylik bitta bo'ladi har doim. Mandarin okey, nimalar deyapsiz? Mandarin strategiyasi ham bo'ladi ekan. Nega katta treyderlar chet elga chiqib ketishyapti, O'zbekistonda ishlashmayapti? Sabab nimada? Siz ham bilib qolibsiz shu narsani. Krasavchikmi? O'zbekistonda treyder temasi keyingilar o'taylik. Assalomu alaykum, communityga qabul ketyaptimi hali ham? Communityga qabul ketyapti. Ya'ni bunaqa narsa yo'q. Biz telefon qilamiz sizga. O'shanga qarab bo'ladi. Ya'ni adminga yozasiz. Sizga saytga tashlashingiz uchun ssilka beradi. O'sha ssilkaga qoldirasiz. Maqsadlaringizni yozasiz, keyin qilamiz. Andijon ofis bo'ladimi? Yo'q, Andijon bo'lmasa kerak. Namangan bo'ladi lekin Andijon. Andijonda lekin ham Qarshida ofis manzilini aytavering. Yo, ofis manzilini men ham bilmayman akalar. Shu Qarshidagi ofisimiz uchun ham adminlar bilan bog'laninglar. O'sha qayerdagi ofisimiz kerak bo'lsa, sizlarga ma'lumot berib o'tishadi. Soat 8 da individual onlayn darsim bor akalar. To есть 10 da ekan. Ungacha hozir yana 2 soatcha vaqtim qolgan. Xo'p, akalar shu joyda o'chiraman. Qolgan nasib etsa davom ettiramiz. Agar zasrочныйga sizga o'qish kerak bo'ladigan bo'lsa, adminlar bilan bog'laning. O'sha individualni onlayn darslik boshlaganman. Hech kimga xabar bermadim paka bu narsani, lekin boshlaganman. Agar ijlaningiz bo'lsa, yozursangiz bo'ladigan joyi. Atak boshqa muammo yo'q, hammasi chotki. Kattalar barchaga salom, charchamanglar. Andijondaman, ochaman ustoz go desangiz bo'ldi. O'sha Andijondan bitta yaxshi o'quvchim chiqsin. Keling, o'qing, bizada ochamiz. Ofis ochishdan oson narsa yo'q. Nima ofis ochish problemmi? 2 oylik arendan oldindan berasiz. Bo'ldi, ofis masalasi hal. Просто uni davomiylik, yurg'izish, olib borish deyinda. Ofis ochishdan oson yo'q, hozirgina to'g'ri. Bozor pastga yoqadi. Okeylar, sizlarga ideyani tushuntirib o'tdim. Shuni tashlab ham o'tdim. Hop, как maksimum mana shu yerdan qisqa bizada откатlarimiz bo'lishimiz mumkin. Lekin biz kutamiz 70 ni kelishiga. Sizlarga tushuntirib o'tdim. Naqsh yerga chiqsak, men o'zim tushuntirib o'taman. Naqsh yerga chiqdik. Главный menga shu yerga chiqish edi. Atkat keyingi darajaga chiqdik. Ondan keyin atkat. Hop, bu atkatimiz bizada davom etishi mumkin. Hop, mana oladigan bo'lsak, qasdan. Hop. Primerna bizada mana shu zonamizgacha davom etishimiz mumkin ekan. Maksimum. Ya'ni mana shu oraliqlardan primerna yana davom etishimiz mumkin ekan, bayga qarab, ozgincha. Tushunarli? Hop, mana shu ko'rinish ekan. Hop, analizni o'zlaringizga ham tashlab qo'ydim. Hop, zapisini ham tashlab qo'yaman ekan. O'ylang shu yergacha normal muomala bo'ldi va normal tushuntirib oldim. Agar kamchiliklar yoki noto'g'ri gapirgan joylar bo'lsa, kimlar uchundir, kim uchundir, boshqa yetakdagi uzr so'rayman. Keyingilarda yana davom ettiramiz. Barchaga rahmat, charchamanglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha.